Assalomu alaykum bekanjon kuzatuvchilar. Anchadan beri video chiqarmay qo'ydim. Ayrim bir sabablarga binoan xudo xolasa mana mashinalarimizdan xohlagan partiyada, xohlagan rangizdan imkon qadar olib kelib qo'yishga harakat qildik. Bu yerda depallarimiz bor. Qora, mokri, oqlari bor. Mana depal asosan urug' depalga qaratildi. Bu safar partiyamizda yirik kelgan 5 o'rindiqli Dongfenglarga qaratildi. Xo'p, depallarning narxiga aytadigan bo'lsak, oqlarimiz biroz qimmat keldi. To'g'risi Xitoydan oqroq, oq rangi biroz narx o'ynagan uchun oq rangimizni xudo xolasa bu yonboshda kamerasi yo'q, bunaqa. Bu joyda kamerasi yo'q. Lekin 25-yil. Avtoparkovka, sensor datchiklar, hamma narsasi bor. Oq rangini 27.600 dollar. Hada sunnatiga o'tib beradigan joyi bor. 19 diskada bo'ladi mana. Bundan 2 dona qoldi oqimizdan. Bu yerda mokrilarimiz bor mana. Mokrilarimiz 19 diskaligi bor. Buni yonboshda kamerasi bo'ladi. Mana parkoniklariga sherik tarzda. Bakovlarda kamera qo'shilgan, lekin ichlari bir xil mana. Hammasining ichi bir xil bo'ladi. 20 diskaligi bu yerda ikki xil holatda turibdi. 20 diskaligi ham 19 diskaligi bor. 20 diskaligi 400 dollar qimmat. Ya'ni 20 diskaligi xuddi shuni yonboshda kameralar borini olaman deydigan bo'lsanglar, 27.600 dollar. 19 diskaligi bor. Diskasini almashtirib berishingiz mumkin bo'ladi. 27.200 dollar qilib beryapmiz. Oqlarimiz esa 27.5 maksimalni taqalgani, ya'ni eng oxirgi narxda qilib berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana boshqa mashinalar bor, Bestunlar bor, 20 ming atrofida sotilyapti. Bular 23-yil, yili eski, notarsiya tayyor, oformlanish qilib ketishingiz shart. Keyin bu yerda depalimiz, boyoqlar kelgan. Boyoqlarimiz narxlarini hozir bitta klientlar ko'ryapti. O'sha yerda ko'rsatib turamiz. Biadi sijonlar sotilib ketdi. Hop, bu yerda yana boshqa mashinalar bor. To'g'risi bu mashinalar narxini xabarim yo'q, chunki bu mashina bizniki emas. Hop, bu yerda 5 o'rindiqli Dongfenglarimiz bor. Hamma 2026-yilda narx ko'tariladi deyotgan paytda hech qanday narxlar ko'tarilmagan holatda, yana aksincha narxlar tushgan holatda sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. 5 o'rindiqli Dongfeng 008larimizni Parok, Ruskasi, Zarachik, tonirovkalar bilan birga 29.400 dollardan xarid qilsalar bo'ladi. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu mashinalarimiz ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi. Mashinamiz soni cheklangan. Где-то 4 ta 5 ta qoldi shekilli. Qolgani sotilib ketdi. Xo'p, boyoqlarimiz bor. Yangi keldi 25 Apple Tech. Bu mashinalarimiz narxini 37.600 deyapmiz. Xudo xolasa yana 100 dollar tushib bersa kerak ekosdan ham. Lekin oqidan tushmashi mumkin, chunki oqini bozorda ekan, va mukrisidan tushib berishi mumkin. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bittasini pnevmasi ko'tarilgan, bittasini tushirilgan, shuning uchun shu holatda turibdi. Hozir Dongfengni ichini bitta ko'rsataveramiz. YouTube'larni ham imkon qadar. Xudo xolasa Dongfengdan assortiment juda katta. Bu yerda 50-60 ta mashinamiz bor. Ichlari rangi xohlagan rangingizda, mokri garanjiviy, afsuski qolmadi. Qora garanjiviy, oq garanjiviy, qora ranglari bor. Mashinamiz 29 kilometr masofani bosib o'tgan. Masajlari bor, sidinada 2 ta sidina sotadi, hamda rul apagiflari ham bor. Ichki salon kameralari, xulosa hamma narsasi bor. 6 kishilikdan ko'ra 5 kishilikda afzalliklari ko'p. Chunki face control bo'ladi, zadniy video kamera bo'ladi, va parda shtorkalari ham bo'ladi. Undan tashqari orqa tomonda poni tonirovka ham qilib beramiz. YouTube'larga tayyor uslubga qilingan. Mana akalarimiz o'tiribdi, mashina sotishadi. Aka, mashina qanaqa, bir oyda nechta sotuv bo'lyapti? Yaxshi, sotyapti o'sha. Mikrofon bir dona edi. Shu 30-40 ta atrofida sotilyapti bir oyda. 5 kishiligi, 6 kishiligi hozir ancha trenddan qoldi. Hamma 5 kishiliga o'tib ketyapti, chunki gabarit bir xil. Orqa salon kengligi bilan ajralib turadi, unga qaraganda ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, intervyularni oldik. Xo'p, mashinamiz haqida endi boshqa ma'lumotlar ham berib o'tamiz.
Bu yerda atalanka polniy ko'tariladi. 6 kishiliklarda bu yerda Xaladin yurardi. Hozir restoranda Xaladin yurmaydigan bo'lib ketgan. Deflektorlar ham orqa pechka ham isitadi. Xudo xolasa keyingi shunaqa mashina kerak bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilsa bo'ladi.